qozonlarni zakazini urishni bugundan boshladik. Birinchi kuni bugun qizlar zakaz urishini 5 kun davom etadi. Skidkalar. Bu klientkam mana bu qozonchani tanladilar. 202 litr. Keyin tanladilar mana bu qozonni 4.1 litr. Va hamma sevadigan qozon mana bu 5.4 litr mantiq qozoni bilan. Buni hammasini korzinkaga tashladim. Buni pulini klientim bir hafta oldin tashab qo'yganlar. Qizlar mana korzinkada 3 ta narsa turibdi. Pitichkani bosamiz. 3 ta narsani tekshiramiz. 1, 2, 3. 3 ta narsa. Общий summasi koreyskiy wonda 509 ming won qizlar. Xarid qilish tugmasini bosamiz. Va primoy zavodda o'zidan sizlarga zakaz qilib beryapman qizlar jonlar. Bu yoqda adres yozamiz.